Hop, nima bor ekan, buni ichida ko'ramiz ham, o'rtoqlar. Bitta ko'rib olamiz ham, nima bor ekan. Hop. Bor. Nima ekan bu? Nima qiladi buni? Hozir men sizlarga ko'rsataman, qarab turinglar. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Olib kelamiz. Nima qilib buni taqib qo'yamiz. Bo'ldi. Ana endi yoqamiz. Ana ketdi. Mana bo'lmasa. Tushundinglar bu nimaligini, o'rtoqlar? Bu 360 gradus separdi. Avariylar bo'lsa, springlerimiz. Ana endi buni 180 gradusga qo'yib, burchakdan qo'yib turib, faqat oldiga sepadigan qilib ishlatsa ekan bo'ladi ana endi o'rtoqlar. Bu springlerimiz nimasi bilan qulay o'rtoqlar? Birinchi o'chirda qulayligi suv xarajati kamligida. Ya'ni 1 soatda 550 litr suv xarajat qiladi. Men tepasiga ham yozib qo'ygan. Men sizlarga yozib ko'rsatishga harakat qilaman. Mana 550 litr soatiga xarajat qiladi. Shunisi bilan zo'r qulay springler bo'ladi. Ko'rib turganinglarda, ana endi xonadonlarga qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, sal teparoq qo'yadigan bo'lsangiz, yana ham bir o'ynab chiroyli sepadi. O'rtada 360 sepadigan bo'lsa, xuddi qush qanotini qo'yganga o'xshab turib, tepaga pastga tushib turib chiroyli sepadi. 180 gradusda joylagan mana yo'lini topdi o'rtoqlar. Bemalol burchakdan, masalan, burchakdan qo'yadigan bo'lsangiz, bu yoqqa suv chiqib ketish kerak emas bo'ladigan bo'lsa, oldinga qarab turib qo'yib olsanglar ham bo'ladigan variantlarni, ana endi yechimlarini topdik.